Resulallah, Habiballah, Nebiyallah, Şefi'allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Biz oldingi darsimizda Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning 15 yoshdan tortib 25 yoshgacha bo'lgan ahvollarni, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning Xadicha onamiz bilan to'y qilganligi va Xadicha onamizga naqadar vafodor bo'lganligi, her bir musulmonning mana shundoq o'zining oilasiga, qarindoshlarga vafodor bo'lishining zarurligi. Bu haqda so'zladik. Ikkinchi nuqta, Rasulullohni Xadicha onamiz bilan birga akagan muhim nuqtalarning birisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning nihoyatda samimiy, sodiq, rostchil ekanligi. Şunun bilan bu ticaretde qalbi qilganligi, her bir musulmon ticaretçinin mana shundoq samimiy, sodiq, rostchil bo'lishiningki muhimligi. Agar rostchil bo'lsa, Rasululloh xuddi tijoratda utuq qozongandek, bu odamning utuq qozonganligi, qiyomat kunsi rostchil tijoratchining payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bir jannatda bo'lganligi haqida so'zladik qarindoshlar. To'g'ri, her bir musulmon chuqum rostchil bo'lish kerak. Biz bunimizni uchini ko'rib, azroq foyda ko'zimizga ko'rinib, azroq yog'an inson foyda bo'ldi deb, mana biz halol yeydigan rizqimizni haromga o'zgartiramiz. Qarindoshlar, men sizlarga bir hikoyani deb beray. Bu hikoya emas, balki Imom Ibn Qayyim Javziy rahmatullohi alayhi o'zining kitobida mandaq bir voqelikni bayon qilgan. Bir necha yildan Misr tarafdan haj qilamiz deb haramga paraxut bilan mangan. Bu paraxutda bir sut sotadigan bir odam noit tasda 10 tilla pulni jamlab hajga mangan. Paraxutda birisining bir maymuni bo'lib, bu odamninki hamiyinni bu maymun yendan so'rabli elib qochqancha paraxutdagi igiz bir iyaga chiqib olgan. Shundan bu kambag'al voy pulum desa, heliq maymun hamiyanning ichidan 10 tillaning birisini dengizga tashlab, birini paraxutga tashlab, birini dengizga tashlab, birini paraxutga tashlab, shundan 5 tillasi dengizga uchib ketgan, 5 tillasi paraxutda, ya'ni shu kishiga qaytgan. Şulan bu adamna hasrat çekip yığılıp ketken. Men hayatimda süt setip aranjıqqan bu 10 tilla bilan haj qilay desem, ma kelishmaslikni qaranglar degan ekan. Bunun içinde bir olim bo'lib, bu ishning bir hikmati bor ish, bu bakadan baka bo'lmaydi deb bu kishidan so'ragan. Sen nima kasb qilsa degan, men shu sutchilik qildim degan, turib ketib, sen rost gap qila. Men sutga suv qo'shib qo'yamdim degan, turib ketib, azdol qo'shib qo'ydim degan. Ha, senmi o'zining sutining haqqini epsan, suvmi o'zining haqqini epdi degan. Biz buningdan qarindoshlarimiz, Allah subhanahu va taala bizga bekitib bergan halal rizqdan boshqani haqqan chiqib yemaydiganligimiz, tijoratchilarimiz bunga chuqum ishinishi, rostchil, samimiy bo'lishining muhimligini so'zlagan edik. Endi biz bugun inshaalloh Rasulullohning 35 yoshda, ya'ni payg'ambar bo'lishdan 5 yil burun yuz bergan muhim bir voqelikni so'zlaymiz. Rasululloh 35 yosh kirganda mandaq bir voqelik yuz berdi. Xona Ka'bani bir qitim kelkun kelib, Xona Ka'baning tomlarini bo'shatib o'tdi. Yana bir ayol bu Xona Ka'baga yapgan yupuqni isriqlayman deb, shu isriqlash jarayonida Xona Ka'baga o't ketib qoldi. Shuning bilan bu Xona Ka'bani yengilashga to'g'ri keldi. Chunki tomlari o'rilib ketish ehtimolligi bor edi. Arablar bo'lsa, o'zlari mushrik bo'lsa-mu, ammo bu Xona Ka'baning Allohning uyi ekanligi,
İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam'nınki bu Xoni Ka'bani barpo qilganligini, bu Xoni Ka'baning muqaddas bir joy ekanligini bilatdi. Shuning uchun bu Xoni Ka'bani qayta silish o'yladi. Ammo qandoq salishni uqmaydi bular. Chunki Xoni Ka'ba toshdan silingan edi. Mekkadagi arablar bo'lsa uylarini xam kesakdan salatdi. Bu toshdan silishni bilmaydi. İkinciden Xoni Ka'baning ustini yog'och bilan yepishib to'g'ri keladi. Ammo Mekkada yog'och yo'qdi. Shuning bilan bular qanday qilamiz deb yurgan zamonlarda hozirgi Jidda degan dengiz sahilda bir paraxotninki suv g'arq bo'lib, dengiz sahiliga chiqib qolganligi xabar keldi. Shuning bilan bu Mekkadagi arablar berib bu paraxotni Mekke'ye ekeldi. Bular dedi ki, mana biz haramni salmiz deb to'q, Alloh oson qilib, mana bu paraxtni yog'och masalasi hal bo'ldi. Ammo bu tosh bilan tamsala oladigan odam bormi deb tursa, ma'lum bir kunlarda Mekke'ning qul bozorida Misrdan keltirilgan bir qulninki setildiganligi. Bu qul toshdan tam salaydiganligini Mughirat ibn Shu'ba degan kishi, Valid ibn Mughira degan kishi anglab bu qulni setib oldi. Shuning bilan endi Ka'bani qayta salsak bo'lgan bo'ldi. Tosh bilan saldigan ustam keldi, yog'och masalasi hal bo'ldi deb Xoni Ka'bani sanmoqchi bo'ldi. Ammo bu Xoni Ka'bani o'rishdan hamma odam qo'rqdi. Yani bu Xoni Ka'bani o'rsak, beshimizga balo kelishi mumkin deb hamma odam ansiraydi qarindoshlar. Chunki bu Xoni Ka'bani salimiz deb bir necha qatim o'rigil bo'lsa, Xoni Ka'baning ichida bir yo'g'on ilon bor. Bularga bu ilon xiris qilib yaqin keltirmaydi. Bir kunsi osmondan bir qush kelib bu ilonni eplam ketdi. Shuning bilan Mughirat ibn Shu'ba uydan bir jotodek bir narsani ko'tarib chiqib, jamoatlarga shundoq dedi. Bizning maqsadimiz Xoni Ka'bani vayron qilish emas, balki Xoni Ka'bani qayta silish. Men Xoni Ka'baning azroq temini bir o'rib oqay, agar men bir ish bo'lmay qolsa, qolganlaringni o'ringlar mushunaq qilib salayli deb, shu Xoni Ka'baning bir tarafini Mughirat ibn Shu'ba azroq o'rib oqdi. Hammasi kechicha bir ish bularmi deb yozsa, hech kim ish bo'lmagan ekan, har bir qabila Xoni Ka'baning bir temini o'rib Xoni Ka'bani o'rib oldi. Shuning bilan bular dedi, bu Allohning uyi, undaq bo'lgan ekan, biz chuqum faqat halol mol bilan selishimiz kerak. Jazonxo'rlikdan kelgan, fohishadan kelgan, haram yo'l orqali kelgan malni ishlatmay, chuqum halol kasb bilan kelgan malni ishlataylik, jig'ayl deb pul to'pladi. Ammo bu pul Xoni Ka'bani İbrahim aleyhisselam sağam bo'yicha silishga yetmedi. Shuni Xoni Ka'baning azroq yerini tashlab qo'yib, bu Xoni Ka'bani saldi qarindoshlarimiz. Endi Xoni Ka'bani sep bo'lgandan keyin Hajaril Aswadni o'rniga qo'yish masalasi bor bu yerda. Bu yerda qabilalar, bu arablar noiti obro'yparast. Mush obro'y uchun hammani tikadigan bir millat. Tarixdimi mush obro'y uchun jillab urush qilgan bir millat. Hatto qizlar bizning obro'yimizni tukib etdi ekan deb qizlarni tirik ko'mbatgan bir millat. Shuning uchun bu Xoni Ka'baga mush Hajaril Aswadga qo'yish, bu obro'yga kim ega bo'ldi degan masala ustida datalash qilib, bular tas qoldi, qilish nayzi bilan o'zaro chepishib ketdilar. Shuning bilan yana shu Makkaning kattasi bo'lgan Mughirat ibn Shu'ba, ey jamoat, biz bundoq qilib o'zaro jangijdal qilmaylik. Mushu Xoni Ka'baning ishigidan kim kirsa, shu o'ttirimizda hukm qilib qo'ysin dedi. Hammanglar bunga bo'ladi deb, hammasi Xoni Ka'baningki hovlisining ishigidan kim kirar deb tursa, Allohning taqdiri bilan o'rinlashtirishi bilan Rasul akram sallallohu alayhi va sallam kirib keldi. Rasulullohni ko'rgan hammanglar voy rozi bo'ldik.
amin, ya'ni bu Muhammad alayhisolamni amin deb ataydi dedik. Mana bu amin bizga hukm qo'ysin, biz buning qoyil bo'lmamizdan keyin Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ahvolni bilgandan keyin birisining ridosini saldi. Hajarul aswadni o ridoning to'psiga qo'ydi. Shu yerdagi 4 qabiladan har bir odam chiqib bu ridoning bir tarafini tutdi. Ya'ni 4 qabila, bu datalashdagi 4 qabilaning hammasi bu Hajarul aswadni ko'tirib, tomni qishiq apaganda Rasululloh o'zi eliblam qo'lan Hajarul aswadni joyiga qo'ydi. Ya'ni bu datalashni shundoq chiroyliqcha hal qildi. Chunki qaysimiz qo'yamiz debdi, hammasi qo'ygan bo'ldi. Rasulullohmi oxirgi o'zi qo'yib bu sharafga noil bo'ldi. Endi biz bu yerda azroq Rasulullohninki mushundoq datalash masalalarni naqadar ustunlik bilan, naqadar mahorat bilan bir taraf qilganligini ko'rib olamiz. Men sizlarga bir vaqalikni deb qo'ray qarindoshlar. Mushu Rasululloh Hunayn g'azotida Makkani fath qilgandan keyin Hunayn g'azoti bo'ldi. Bu g'azotda musulmonlar notijiq g'animatlarga erishdi. Bu g'animatlarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga tang taqsim qilmay, yangi iymon keltirgan, Makkani fath bo'lganda yangi iymon keltirgan musulmonlarga taqdim berdi. Shuning bilan ko'ni iymon keltirgan, ya'ni burunqi peshqadam musulmonlar o'tirsda datalash chiqdi. Rasululloh ikki og'iz gap bilan buni biz vaqt kelganda so'zlaymiz, masalani bir taraf qilyapti. Yana bir vaqalikni deb qo'ray. Rasululloh sahobalari bilan bir urushdan, bir g'azotdan qaytib kelayotgan vaqtida bir quduqning qishig'iga chidirtikib, shu yerda qunib qolmoqchi bo'ldi. Shu yerda qunib qilish jarayonida mundaq bir vaqalik yuz berdi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhuninki qo'l ostida ishlaydigan G'affar qabilasidan Jahjah ibn Mas'ud deydigan bir odam bor. Jahjah ibn Mas'ud deydigan Umar radhiyallohuning bir xizmatkori bor. Ya'ni Umar radhiyallohuga pul ishlaydigan bir odam bor. Shuna bu quduqdan suv olay deb basa Sinan ibn Wabr al-Juhani degan Madinadagi bir odam suv og'il quduqni beshiq keldi. O'sha ikkisi bu yerda ma'lum deb suqishib qoldi. Ya'ni bu ikkisi musulmon suqishib qoldi qarindoshlar. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu xizmatkori voy muhojirlar meni qutqizinglar deb to'ladi. Madinalik ya'ni ansarlardan bo'lgan kishi voy ansarlar men qutqizinglar deb shu yerda muhojirlar bilan ansarlar o'tirsada jangi jidal chiqishga tayyor bo'ldi. Mana mushu paytda munofiqlarning boshlig'i Abdullah ibn Sulul bu fursatni chin tutdi. Bizda ishtingni samirsan, igisini tishlabdi degan gap bordi. Makkadan kelibdikan qalandalar beqib qo'ysak, endi bizga mushatqalar bo'pti deb pishtin taqitishga boshladi. Shundan bu ish Rasulullohga yetdi. Rasululloh qanday qildi desa, darhol harbiy buyruqni tushirdi. Hamma odam darhol yo'lga chiqsin dedi. Shuni hamma odam shu tug'an joydan yo'lga chiqdi. Rasululloh shu kechasi butun bir kecha, atsi butun bir kun yo'l minib, 24 soat yo'l minib, ats kechda butun sahobalarni bir yerga tushiribdi. Sahobalar herib ketganlikdan hammasi g'arq uyquga ketdi. Atsi bu ish butunlay tugdi. Men mushada bir narsani demoqchi qarindoshlar. Mana bu Rasululloh bu masalani qanday hal qildi desa, u yerda u gap qilgan o'rniga hammasini o'rnidan yo'tkab, taz mang'uzib, hag'uzib, uxulib o'tibdi. Hammasining achchig'i yandi, hammasi o'zining xato qilganligini bildi. Mushning bilan masala hal bo'ldi. Demak, bir musulmonlarning qo'mondoni bo'lgan odamda kishilarning ishiga mas'ul bo'lgan ish egillarda mana mushundoq datalashlarni hal qila oladigan bir mahorat bo'lish kerak.
Musulmonlarning qo'mondonlarida kelajakni ko'ralaydigan qobiliyat bo'lish kerak. Musulmonlarning qo'mondonida musulmonlarda bir xil safarvarlik tuyg'usini qo'zg'ab, o'rtaq bir nishonga harakatlantiradigan bir mahorat bo'lish kerak. Shuning uchun kofirlardan, ya'ni mush zamondagi faylasufning bubisi degan bir odam nima deydi desa, hozirgi dunyo urushga to'lgan, raqobatga to'lgan, hozirgi Suriya deymiz, Iroq deymiz, Afg'oniston deymiz, Arkan deymiz, butun dunyoda bir xil qon puraydi dunyo. Zolimlar haddidan oshgan, ojizlar shundoq bozaq qilingan, boylar kundan kuniga bekitib olgan, kambag'allar kundan kuniga bir qiyin kunni qilayotgan mushundoq bir vaziyatda bir kofir nima degan sana bir faylasuf, agar Muhammad bizning zamonimizda yashab qolgan bo'lsa, bir qahva ichib o'tib butun dunyo masalalarini hal qilib o'tadi deb Rasulullohning bu mahoratiga mushundoq baho bergan qarindoshlar. Rasululloh mana mushundoq mahoratli zot edi. Men nima uchun buni sizlarga bakrak ta'kidlab deyman desanglar, men birinchi darsda Rasulullohning hayotini o'rganishning ahamiyati degan darsimda biz Rasulullohning hayotidan hayot mahoratlarini o'rganamiz degan. Mana bu o'rganishda kelar. Inshaalloh biz mana Rasulullohning hayotini o'rganish jarayonida mana mushundoq oilastik qiyinchiliklarni qanday hal qiladi, urushdagi qiyinchiliklarni qanday hal qiladi, musulmonlar o'zaro da'talash qilib qolsa hozirgidek qanday hal qiladi, mana mushundoq vaqaliklarni o'rganib, tadqiq qilib qarindoshlarimiz biz mahorat o'rganishimiz kerak. Her bir musulmon buni o'rgansa, hayotida mayli siyosiy, ijtimoiy, oilaviy, tijoriy hayotlarda chuqur utuq qozindi. Mana bu Rasulullohning Allah subhanahu va taolo nima deydi? Qur'oni Karimda "Va fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha val yawmil akhir" deydi. Yani Allah rızaligini ümit qilgan, oxirat iymon keltirgan, yani mush dunyo, bu dunyoda, u dunyoda utuq qozonmoqchi bo'lgan kishilar uchun Rasulullohning hayotida o'rnak bor qarindoshlar. Biz Rasulullohning hayotini o'rgansak, mush dunyoda utuq qozonishimizga foydasi bor. Rasulullohning hayotini o'rganib tatbiqlasak, oxiratda jannat kirishimizga foydasi bor deganlik. Men shuning uchun qarindoshlarimizga bu nuqtani sal ta'kidlab qoldim. Xo'sh, hamda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mana bu Makkadagi jihda talashni, o'zaro janglarni mushunda aragan. Bundan kimmi biz davomli qaraymiz. Hamda Rasulullohning hayotida yuz bergan ash muhim ishlardan qarindoshlar, mundaq bir ahvollar bor. Rasululloh 37-38 yoshga kirgan vaqtida yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib qoldi. Bu yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib qoldi deganlik Makkadagi ijtimoiy, siyosiy zulmga Rasululloh chidab turolmadi. Bu Makkadagi diniy xurofat, bu Makkadagi bo'layotgan sihrigarlik, jazonixo'rlik, kuchlilarning ojizlarni qanday bo'zitayotganligi qatorliq nurg'un masalalarni qarta Rasulullohning ichki dunyosida bir inqilob paydo bo'ldi. Rasululloh mana bu norozilik, bu inqilobni qanday ifodaldi desa, uydan 3-4 kunlik uzuqni elib Hiro tog'i deydigan g'arga chiqdi qarindoshlar. Shu yerga chiqib tafakkur qiladi, o'ylanadi. Osmon zaminni Qur'oni Karimda inna fi xalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban degan oyatlar bor. Bu oyat nima degan bo'ldi? Ya'ni osmon zaminning yorilishida, kech kunduzning almishida aqlli kishilar uchun Allohning qudrat kamolini ko'rsatadigan alomatlar bor dedi. Shuning dinimizda tafakkur qilish ibodat. Tafakkur bizningki
tafakkur qilib, qandoq qilib har bir Uyg'ur musulmonlari qandoq qanchada mush zulmdan, mushu xo'rliqdan qutulamiz deb tafakkur qilishi birinchi islomiy majburiyat qarindoshlar. Rasulullohning payg'ambar bo'lishidan oldingi eng muhim qilgan ishlarining birisi shu necha kun o'tirib tafakkur qiladi. Bu acayip muhim qarindoshlar. Rasululloh tunji o'qigan maktab mana shu. G'ori Hiroda Rasululloh o'ltirib, yolg'iz qilib bir ashula tafakkur qilishga boshladi. Bu qanchalik davomlashdi desanglar, dal 3 yil davomlashdi qarindoshlar. Shuning uchun biz Uyg'ur musulmonlari duch kelayotgan eng muhim krizislarning biri bu tafakkur krizisi dedik. Chunki bizning har qanday qilayotgan ishimiz, gap so'zlarimiz, ish harakatlarimiz, hamma ishimizga mush tafakkurimiz, tushunchimiz zo'r darajada ta'sir ko'rsatadi qarindoshlar. Biz mush tafakkurimizni isloh qilmasak, ma'lum vaqt yolg'iz qilib, yolg'iz o'ltirib, mush tafakkur haqida tafakkur qilib Rasululloh G'ori Hiroda qanday tafakkur qilgan bo'lsa, bizmi vaqt ajratib qilib bo'lgan ishlarimiz nadi ketkizib qo'ydik, nadi xato qildik. Mana buni tafakkur qilib bir xulosalab, buningdanki qilmoqchi bo'lgan ishlarimizga tafakkur qilib plan tuzib, mana mushunda qilish, mana bu Rasulullohning hayotidan o'rgangan darsimiz bo'lishi kerak. Biz hamma ishlarni shu bo'lsa bo'la ya baydan chiqa ya saramdan chiqa manda qilish to'g'ri emas qarindoshlarimiz. Chunki butun qilgan ishimizga bizning tafakkurimiz ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun har bir musulmon hech bo'lmasa haftada bir qatim chuqum jimjit o'ltirib, atganlar saharlari namoz o'qib o'ylanish kerak. Rasulullohning 3 yil jarayonida mushunda qilishi qarindoshlarimiz bizga nimani tushuntirdi? Bizmi yana takrorlayman, har bir musulmon qandoq qilgan chaqda Uyg'ur musulmonlari mush navbatdagi mavjudiyat kurishida, bizning hozir kofirlar bilan o'tirishdagi kurishimiz qarindoshlar, eng oxirgi mavjudiyat kurishi. Ya yo'qilimiz, ya qaytadan bosh ko'taramiz. Yani ölüm körüm kurişi. Bunu muşunda vaqtda her bir adam özünün aklını en hava saf yada, en cimcit yada, en sağlam şaraitta, sağlam muhitta qanday qilsak qutulamiz deb o'ylashi diniy majburiyat, milliy majburiyat, imoniy majburiyat. Bunu o'ylashimiz kerak. Chunki hamma ishning muqaddimasi, to'g'ri ishning muqaddimasi mana shunda sog'lom tafakkur qilish bilan, o'ylanish bilan ondan keyin dunyoga keldi qarindoshlar. Mana bu haqda azroq asli tushunchim berishni xohladim va ham mening Facebook'ta illat tuzalmagicha millat tuzalmas deb bir dars so'zladim. Bu darsimda millatimizdagi illatlar qaysi degan vaqtda millatimizdagi illatlarning tunjisi mash fikr krizisi dedim qarindoshlar. Tunji krizis, millat duch kelayotgan eng muhim krizlarning biri fikr krizisi. Bizning mash fikrimizdagi kriz ig'ir masala qarindoshlar. Shuning bilan nurg'un ishlarimizning ta'tur, o'shunda qalaymaqan, rost ishlar yolg'on, yolg'on ishlar rost. Rastçıl, samimiy odamlar xoin bo'lib qolayotgan, xoinlar millatning beshulab qolgan. Mushning hammasi nima uchun desanglar qarindoshlar? Fikrimizdagi masala. Yog'an, yovdoq, shunama millatga ziyonliq, islomga ziyonliq ishlarni hamma haq to'g'ri deyotgan. To'g'ri gap qilsa anglanadigan odam chiqmayotgan. Ondan keyin u odam o'lib ketsa 50 yildan keyin voy Abduqodirdan mollam, voy Pustonidan mollam deb ondan keyin bilayotgan. Muşunun hammasi nima desa bizniki fikr krizisi qarindoshlar. Qarindoshlarimizdan mushu haqda bir nati yaxshi o'ylanishni, mushu haqda materiallarning yozilishi, bu tafakkur qilish g'arb dunyosida bir ilmga aylanib qoldi qarindoshlar. Shuning uchun bizmi tafakkur qilishning prinsiplari, qoidalari buni har bir mu'min musulmon egallab o'zining ishlarini mush bo'yicha qilish. Shuning uchun ulamolarimiz
bir soat tafakkur qilib 60 yillik nafli ibodatini yaxshi degan gap bor. Hem bir Abu Darda radhiyallohu anhuninki sahabi, danliq sahabi. Abu Dardaning eng yaxshi ibodati tafakkur qilish edi degan gap bor qarindoshlar. Mana bu vaqtda yozuvchilarimiz yozish kerak, da'vatchilarimiz mushaqda da'vat qilish kerak. Har bir musulmon mushaqda o'ylanish kerak, chunki Rasulullohning payg'ambar bo'lishdan ilgirki eng muhim ishlarining biri yolg'iz yerga, xoli yerga berib tafakkur qilish bo'ldi qarindoshlarimiz. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.